Bir kishi kirib keldi. Kiyimlari oppoq, soch soqoli qop-qora. Ustida bironta bir safar alomati yo'q. Keldi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qarshisiga kelib o'tirib, tizzasini Rasulullohning tizzalariga tegizib o'tirdi. O'zini qo'lini o'zini soniga qo'ydi yoki tizzasiga qo'ydi. Shunda yaqin kelib o'tirdi. Sahobalar hayron. Musofirmikin desa, ustida safar alomatlari yo'q. Kiyimlari yangi, oppoq, soch soqoli qop-qora, hozir uydan yuvinib chiqqandek. Endi Madinalikmikin bu odam desa, hech kim tanimayapti. Keldi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bir qancha savollarni so'radi. Islom nima, iymon nima, ihson nima, qiyomatning alomatlari. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam islom nima deb u kishi so'raganida, islom bu shahodat kalimasini aytishliging, namoz o'qishing, roza tutishing, zakot berishing va qodir bo'lsang haj qilishing.